Saydullo akada bugun yangilarim aka. Yangilari zo'rlari xudo xolisa yetib keldi. Imkon qadar ma'lumotlarni to'liq to'kib beramiz. Videoda xotirjam o'tiring. Xudo xolisa bugunga 5 yosh bo'g'ozlarni qo'yamiz aka. Unajin yosh ko'chatlar. Yosh ko'chatlar. Qo'l charchamagan. Oyoq qo'llari polvon-ku. Uzoq vaqt baqadigandan xudo xolisa. Tani joni sog', yalti etlari yaltirlagandi. Muhimligi puliga pul qo'shadi. Ha, puliga pul qo'shadi, yuvosh. Turuvlarni qarang buni. Sifatlari zo'r. Aka-ukalar, bir dona sizlardan bir dona like. Oxirigacha kuzatib boring, xudo xolisa aka-ukalar. Sizlar uchun bugun narxlar o'ta yengil bo'ladi. Bunaqangi shalpan quloq. Hali to'qon so'raganlarga ekan. To'qon, germanskiy to'qonlar. Zakas. Aka-ukalar, zakasga kelgan xohlasangiz bunga qo'shib oling, yokida jup oling, yokida dona oling. Yoki aka-ukalar hammasini bitta joyga oling, hammasi foyda qiladigan, pulni pulga qo'shadigan. Ikkitasini bir joyga olsa, ikkalasi birin-ketin tug'sa aka, harmonni ham bitta ko'taradi-da. Endi harmon degani bitta katta ish. Xudo xolisa bitadiganidan. Hammasi bo'g'oz bugun. Hammasi bo'g'oz. Oyoq polvon hammasi. Oyoq qo'li baquvvat polvonidan. Yuvoshligi ham zo'r. Yeb ichishi hamma yo'g'i zo'r. Polvon. Like arsa, like-ni bosib qo'yasizlar. Mana xohlasangiz semental yokida shvet. Aka, bugunga xudo xolisa hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. Tani joni sog', yosh ko'chat, tish buzmaganda olsamay bular. Bir hafta savol javobi bor. Bir hafta savol javob. Jonlig'iga javob bera olmaymiz-ku, bizga emas, lekin sog'lik salomatchiligiga bironta bir aybi nuqsoni chiqadigan bo'lsa, bilmay ko'rmay sotgan bo'lsak, javobgarchiligi bor. Bor ekan. Bir hafta bemalol telefon qilishaveradi. Mana idishlarni ham bir ko'rib qo'yinglar. E'tiboshlari yaxshi, xudo xolisa sifati zo'ridan. Eng qiziq aka-ukalar, dastavka hech qayerga o'ylanmaysizlar, O'zbekiston bo'yicha chiqaveradi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Vodiy bo'lib beslar. Vohalarga kelishamiz. Telefon qilishaversa ishini bitiramiz xudo xolisa. Oyoq qo'li, yurish-turishlari sifati deganlarga endi hozir ichkarida joyimiz ozgina torroq. Shuning uchun qisqa bo'lsa ham mana tashqariga olib chiqib yetalab qisqa ma'lumotlarni ko'rsatib ketyapmiz. Aka-ukalar, sizlardan bitta like. Videoni xotirjam o'tiring, oxirigacha kuzatib boring. Sizlar uchun bugun kerakli, foydali, manfaatli video qilishga harakat qilamiz xudo xolisa. Birinchi qoringa bo'g'oz izlab yurgan aka-uka opa-singillarimiz bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun. Shvetlarni, yuztalik pachkalardan xudo xolisa aka-ukalar, endi pachka deganda orqa keti ham, sifati ham zo'ridan olaman deganlarga xudo xolisa, xohlasangiz shoxi bor, xohlasangiz shoxi yo'g'idan. Oq quloq, oq tumshug'idan, liniyasi tekkizidan birma-bir ko'rsatamiz. Endi bunisi mana aka-ukalar oldingi partiyamizdan bir dona qolib ketibdi. Bu ham ma'lum bir sabablarga ko'ra zaklatni tashlamagan yoki kelishib qo'yib olmagan. Bu haqida ham ma'lumot beramiz. Eng qizig'i endi bugunga nasib ekan. Nasib bo'lgan kunga xudo xolisa aka-ukalar, kimgadir nasib qilsa, telefon qiling, bog'laning, xudo xolisa 1 so'mga qaralmaydi. Shvetda qoni toza, rangi toza, xohlasangiz 2 gram qonidan olib borib tekshirib ko'rsangiz ham bo'laveradiganlardan birma-bir ko'rsatamiz. Muhim aka-ukalar, sog'lom, bozordan ishonchli, sifatli, yaxshilardan 5 bosh. Bugunga 5 bosh xunajim bo'g'ozlardan imkon qadar ma'lumotlarni beramiz. Bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab, podeshkada bo'ling. Xo'p, dastavka butun O'zbekiston bo'ylab chiqaveradi. Vodiy ichi besplatni. Uyingizga shu ko'rgan holatingizda aytilgan razmer, berilgan ma'lumotlarga yetib boradi. Manzillarimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida. Ko'pchilik mana tanib bilib ulgurdi. Saydullo akamizni xudo xolisa mini firmasiga yetib keldik. Ichkarida ham molimiz bor, bu tashqarida ham xudo xolisa sotuvga tayyorlari bor. Hafta kuniga shanba 2026-yil, xudo xolisa bugun 15-avgust sanasida sizlar bilan birgalikda ma'lumotlarni to'liq berib ketaveramiz aka. Assalomu alaykum. Obunachilar nomidan rahmat, xudoga shukr. Rahmat. Uydagilar, bola chaqalar yaxshimi-ku? Kayfiyatlar aka. Xudoga shukr. Mana bugunga yangi sveji, zo'ridan zo'ri-ku. Polvon bo'g'ozlar olib kelib qo'y, yosh narsa bari, yosh. O'tgan safarga ikkita qoldi. Ana u narxini tushiramiz. Dogovor qildik. Bermadi, aytasiz, sotaman men. Shuni aytib beraman. Hozir qancha sotganim ham kelishini naqqa sot, kim pul bersa shunga sotaman. Menga birov nasiya bermaydi. Qarzga olmayman ham, to'g'risi-da. Nasiyaga berilmaydi xullas. Nasiya berilmaydi. Men shu nasiyaga olmayman ham, qarzga ham olmayman. Shunaqa. Aytam sotilib bitta bor. Endi aka boshqa odamlarga ham, oluvchi, sotuvchilarga ham maslahat beramiz. Nasiya bilan ish bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 1-2 berib pant yedik. Pant yedik, boshqa o'tdik. Endi aka-ukalar hamma bir xil emas. To'g'rimi aka? Bir xil emas. Xudo xolisa naqiga sotib 1 so'm bo'lsa ham 2 so'm bo'lsa ham sotmasangiz, misol nasiyaga sotmasangiz uyingizda turadi. Pul o'sadi xolos. Bo'g'oz o'sadi, oyma o'sadi. Xo'p, aka,
Bularni garantiyalari. Garantiyalar bir hafta. Bir Yeb hafta. ichishi, sog'lomligi, bo'g'oziga garantiya. Aybi bo'lsa meniki men bitta gapiraman, qaytadi. Unaqa molni men olmayman. Sinayman, egasi nomerini hamma o'zi syomkasigacha bor. Ana shunaqa qilib olaman. Qaysi Aytsam tarafdan aka? ishonmayman. Qaysi Xohlagan tarafdan boshlaymiz? tomoningizdan. Endi yaxshi narsani oldi ketib bo'lmaydi, xohlasak o'rtadan, xohlasak chekkadan. To'g'ri. Obzorda xohlagandaqa qilaveramiz. To'g'ri. Hali javdar obzor qilamiz-da, To'g'ri, tagiga kirib olib, mashalloh, mashalloh deyish kerak yo'q. To'g'risi gapda. To'g'ri ekan. Xo'p, aka, qaysi biridan boshlaylik bo'lmasam, o'zingiz aytingchi bir. Alon bir aytib qo'yaymi? Bo'laveradi aka. Bo'ladi. Keling uka, yeching shuni. Rostdan bu toza shved 100 bilasiz. 100 talik. 100 taligi yosh, kurey chiqmagan, o'zi syomka bor. Dogovor qildik. 38 ga sotdim aka. Cho'zilib, anaqa menga cho'zmay оборот qilishim kerak edi. To'g'ri. Anaqa qildim, pulingizni qaytib beraman dedim. Mana obunachilarga yeb ichishi, bo'g'oziga, hamma yo'g'iga javob beraman. Kim aloqaga chiqsa, sotamiz. Sotiladi. Bo'ylari nechi buni? Ha? Bo'ylari? Bo'ylar 1.30 dan baland, 1.33 1.30 ga beraveraman. Pilusda. Pilusda. Bo'g'ozligi? Bo'g'ozlik o'zi syomkasi 3 oyga to'ldi. 3 oy. 3 oy. Egasi 5 oy degan 3 oy. Men 3 oyga beraman. Nimaga o'zi syomka bor? Men adashadimmi, adashmaydimi, ashunisi bor. Yuvosh, hamma yo'g'i zo'r. Necha pulga dogovor qilamiz aka? 38 ga dogovor, 38 ga sotib yuboraman. 38 million ketaveradi. Ketaveradi. Vodiy bo'lib besplatni. Ha, dastlabki qilib berasiz. Dastlabki qilib beraman. Vodiydan tashqariga ham misol necha pul yo'l kira bo'lsa 500 ming o'tib berasiz. O'tib beraman. Yo'l kirasiga 500 ming mendan. Ashi vohay mendan. Molni go'zali, zo'r, birinchi sorti. Turuvdi qarang. Ham 500 ming o'tib berasiz. Keyin shopirda ishonchli, arzon, yaxshisini topasiz. Uyga yetib borguncha o'z garantiyasini berasiz. Mana sheriklarni sotdim mana. Surxondaryogacha qimmat aytuvdi-ku, qo'shib berdim. Cho'ntimni to'layman dedi. To'g'ri. Dinoga sotdim. Hozir yetib bor. Lavz. Qashqadaryoga ikkitasi yetib bor. Xo'p, bo'ylari 1.30 pilusda, kuraychishi yo'q, bo'zoq hali. Kuraychishi yo'q. Bo'zegali. O'zi videolari bor. Hamma yo'q. Oladigan odamga tashlab beramiz. Bu oddiy garantiya. Oyoqlari Necha stakan. pulda to'xtadi aka oxiri? 38 million. 38 millionga aka-ukalar 100 gacha yetib boradi. Nega pul aylanish kerak ekan. To'g'ri. O'tgan safar qo'yganman. Yolg'on yaxshi bo'lmaydi. Endi nasibda hammasini qo'ysangiz hammasi sotiladi degani emas aka. Bir kuni sotsak boyib ketmaymizmi? Unda odam tanimay aka ozgina qolsin, barakasini aka. Odam tanimay qolamiz. Tirikchilik o'tyapti. Misol aka, misol bizga 5-6 yil oldindan havas bo'lgan bitta bo'zakcha qilib olishamda. To'g'ri. Uyingizda shuncha mablag'ingiz, molingiz bor aka, Xudoga shukr. To'g'ri. Xo'p, bunimiz. Buni men o'tgan safar 40 qo'yganman, sherigini sotdim. Sotildi. U Dinoga 38 ga sotdim aka. Buni u bo'yi 5 santim baland edi. Oyi anaqasi bir xil. Kishi kuragi yo'q. 38 millionga kelishib, pastiga kelishib beraman. Shuni. Dangal aytaylikchi aka, buni ham qani? Yaqin qilib aytavering aka. 37,5 million aka. 37,5 million. Necha kami bor? Necha oylikka beramiz buni? 5 oydan oshiq 5,5 oylik o'zi syomkasi bor aka. 5,5 oyligi. Olib chiqinchi uni ham bitta. 37,5 millionga kelishtirib beraman. Yangi ko'ryapti turgan. Keligini, sheringni qimmatroq sotdim to'g'ri. Lekin bir amas so'rada ham bermadim men. Molni polvoni, tanijoni sog', yeb ichi zo'r. Yuvosh. O'rganda hamma yo'q deyapman, somonlarni yeyapti. Siloslar yeyapti. Zo'r. Etoshlar yaxshi. Etoshlar polvon bor. Yerlari ham qilib solgan. Zo'r. Sementalni bolasi xudo xolasa. Ro'zg'or bo'pti rasa. Hali o'sadi bu. Yana o'sadi. Bu so'zkalarni qarang, uzunligini jonivor. So'z tegmasin. So'zkalarga men tushibdi o'zi. Boylar. Kelin. Xo'p, ma'lumot narxlarini aytdik, xudo xolasa. Bo'yi 1.25, bo'yini aytmay qolibmiz. 1.25. 1.25. Kelishamiz ular. Kelishamiz xudo xolasa. Mana boshlari sifati hamma yo'q yaxshi. Ashyoqdan ketaveramiz endi Dostonbek. Molni polvoni. Yuvosh, tanijoni sog'. Yuvoshlari yaxshi. Yuvoshlar yaxshi. Taylari so'zkalar bor. 6 oylik bo'g'oz. Uka, sanaqa qilib oldim. O'zi syomka. Ha, 6 oylik bo'g'oz. Polvon kallalarini qarang. Endi 2 kura yoryapti. Bo'yi 1.28. Hamma yo'q kelgan bo'lgan. 1.30, 1.2 santim kamaytirdim. Yechib olaman. Bo'zi uni ajramayman, birinchi tug'ma. Polvon, yeb ichish uchun tepalarini qarang, novvosga buqaga o'xshab ketgan. Ey gap yo'q. Bular bolani zo'r beradi-da. Ha, xudo xolasa. Sutni ham bolani ham zo'r bo'ladi. O'zi ham novvosga o'xshaydi kallalari. Zo'r. Joyimiz tor, keyin yurgizib bering, ishini ko'rsatib bering, o'lchab bering, hamma yo'qni qilib beraveramiz Dostonbek. Joy tor. Mol sog'lom.
Mana akalar, oyoq qo'li yurish turishi sifati deganlarga xudo xolasa hamma yo'q yaxshi holatda. Stokalarga ham bitta ahamiyat bering. Xullas boqib foyda qiladiganda buni Shved, ha, Shvedniki, Shved yaxshi toza. Oq quloq, oq tumshuq, mana quloqlari ham hamma yo'q stakan tuyoq, oyoqlari polvon, ingichka oyoq emas. Oyoqlari ham polvon, hamma yo'q emas. Necha oylikka beraman dedingiz? 6 oylik. 6 oyga uzishi mumkin. 6 oy. Bo'ylari necha dedingiz buni? 1.28. Kuraychishi 2 dona endi yordi. 2 dona endi yorgan. Xo'p, buni narxiga. Buni 38 million kami bor. 38 Kelishamiz. million. Vodiy bo'lib besplatniy vohaga ham kelishamiz. Vohalar akalar qo'ng'irlar so'rayapti, qo'ng'irab keldik. Qo'ng'ir talaman qo'ng'ir to'p bergan ekan, qo'ng'ir to'p bering. Rangi boshqachada buni. Ha, rangi boshqacha, toza. Xo'p, 38 millionga telefon qilishadi, dastavka vodiy chiqib beramiz. Vodiychi besplatniy vohalarga kelishamiz. Kelishamiz, xudo xolasa. Mana shoh. Hamma yo'qda kelishamiz. Yo'q. Bu shoh kuydirilganmi? Bu yo'q, bu to'qol ekan-ku. To'qol. Zavodskiy ekan bu. So'skalari hamma yo'q polvon, oyoq polvon qarang. Ana shuncha issiqdan qilyapti. Endi keldi, oyoqlari ham yo'g'on, polvon hamma yo'q. Gap yo'q. Molda ham pachka sifati zo'r edi. Hamma yo'q zo'r. Stakan tuyoq, polvon, oyoq qo'li polvon, yelin so'skalari uzun, zo'r. Boqsa aka kun o'tkazsa puliga pul qo'shiladiganda. To'g'ri. Sveti ham zo'r. Sveti qora emas. Hozirgi bo'g'ozlar buqadan ko'ra yaxshi foyda tashlayapti. Ha, bugun tuqqan ekan, aka qo'noqjin to'qmoq, novvosti qildi. Mana telefon videosi ham bor. Men qo'noqjin endi men bilmayman qanaqa ichida qanaqa to'qishini. Mana yelinlari ham, yumshoq yelinda. So'zga ana qilyapti demasin, indamaydi mana. Do'stlar, mana hamma so'zkalar yo'g'on hali bu anaqalar. Gap yo'q. 6 oy-ku. Uzun syomka qildim. 6 oy chiqdi. Ha, 6 oy uzun syomkasi bor. To'qol. Qimmat mollardan. Gap yo'q. Narxi ham qimmatmi aka bu? Narxini qimmat qilmayman, hozir yengil qo'yib yuboraman. Gap yo'q. Xo'p aka. Buni 37,5 million ozgina kam bor. Bo'yini necha deding buni? Bo'yi 1.32 1.30 ga beraman. 1.30 ga beraman. Kuraychi 2 dona endi chiqdi. Yosh bo'lsa hali o'sadi. 4 gacha o'sadi, 4gacha. Polvon g'unaji. Narxiga necha pul endi? 37,5 million. 37,5. Yarim. Kelishamiz endi. Kelishamiz. Telefon qilib aloqaga chiqadi. Biramasiga olsa ham beraman, arzonroq qilib beraman. 1-2 so'mga qaralmaydi. 1-2 so'mga qaralmaydi. Mana orqani tandirlari ham qarang, ishib, bo'g'ozligi aniq. Balkim 7 oy deydi. Egasi shunaqa dedi, men tekshirib oldim. Tekshirib 6 oy dedi. 6 oydancha o'tgan dedi. Yana giganti mana. Ne gap yo'q. Bu 1.35, 1.33, 32 ga olaveradi. Oyoq qo'li hamma yo'q mana. Kashtan bo'g'oz, yeb ichishi mana kengligi hammasidan keng. Zo'r. O'zimiz dedingizmi buni? Yo, bu 3 oy chiqdi. 3 oy dedi, 3 oy garantiya, 3 oydan oshdi. 4 oy, adashdim, uzr. 4 oy chiqdi, 4 oy chiqdi. 6 oydan 4 oy chiqdi-ku. Videosi bormi? Videosi bor. Kindiklarini ham ko'rsin, hamma yo'q. Toza shvedlardan. Hammasini kindigi bor. 4 oy adashdim, 4 oy chiqdi-ku. Bu suv, anaqa hali germen emasmi? Tepaga suv sepib qo'ydim, suv to'kildi. Salqin qilib qo'ydi. Skelishni salqinroq qilib qo'ydi. Mana. Bu ham yuvosh, mana. Bo'ylari necha aka buni? 1.33. 1.30 ga beraveraman. 1.30 hisobini ko'ti ham keng, oyoq qo'li oyoqqa o'xshaydi mana. Yo'g'on, polvondan. Polvon. Yeyishni qarang mana. Qoni to'q bo'lmasa. Olma ketdi. Kallani qarang. Kallani chiroyli bo'lgan. Olma yeydi, behiydi. Hamma yo'q. Biz nima yesak shuni yeydi. Gap yo'q. Mana akalar. Endi aka yaxshi mehr berib, boqsa, yaxshi ratsionda ketsa, sifati zo'r. Buyog'iga ham darsh ketaveradi. 4 oylik bo'g'ozga. 4 oylik bo'g'oz uzi syomka bor-ku. Javob. Kurachchi bormi yo'qmi? Kurachchi buniki yo'q. Yo'q. Bo'zo hali o'sadi, buniki yo'q. Bo'zo. Buniki bo'zo hali o'sadi. Hali u 1.40 olib ketadi. Xudo xohlasa. Bo'ylaring. Buni pulini aytmading endi Dostonbek? Endi aytamiz-da, xudo xohlasa mana. Yaqin qilib aka. Buni puli uka jicha katta yo'g'on jicha anaqalar oldim. Mayli 38,5 million kelishamiz. 1 million farqi bor narigilar. 1 million farqi bor, kelishamiz yana. Endi Nobodaga narigilardan bittasini juplab olaman desa, mashlar narxida berasiz. Ashnaqa 3 bilan olamsan, o'tib beraman. 3 ikkita olaman. Hammasini bitta olmaydimi? Hammasini bitta olmayman. Kelishadigan joyi bor. Zo'r, bitta qo'ra qiladi. Qarang chiroyligini, sifatni qarang, ham polvon, oyog'i hammasi. Ham zo'r, zo'r. Mollari yaxshi aka, xudo xolasa, sifatlari. Kelishib beraman, vohaga kelishamiz. Vodiyga besplatniy. Men aytgan pul emas. Endi akalik voha bilan vodiyda ajratib qo'yishyapsan deganlarga unaqa bo'lmaydi. Shu vodiyda eng qimmat yo'l kirasi 400 mingmi, 500 mingmi shuni o'tib berasiz. Oldin Qo'qon edi keling, voha bo'lib ketdi. Vohaga o'tib ketdim, vohaga sotyapman. Gap yo'q. Qo'qon olar. Akalar, xudo xolasa imkon qadar beshalam oldi ham
5 xil arzonlarni qildik, ma'lumotlarni berdik. Tushunmasa o'ziga telefon qiladi. O'zimga telefon qilaver, aloqa Kamchiligi bo'lsa siz bilan telefonlashishadi, bog'lanishadi. Qolgan ma'lumotlar telefonda berilaveradi. Bu yerda sotilgan mollar, bu yerda. Bu yerda sotilgan. Zaklash. Shu kelisholmayapmiz. 3-4 odam qilyapti va 500 ming talashyapti. 500 ming. 500 ming. Keyingi videolarimizda joylayveramiz. 500 ming. Aloqaga chiqaveradi. Hamma yoqqa javob. Bo'g'oziga ham. Bugungi shular, Shular ekan. Bugungi shular, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin.